Mayag'ar ko'mish. Oyimga telefon qilib qo'ydingmi? Yo'q. Telefon qilib tur tez-tez, yaxshi yetib olibdilarmi? Hol-ahvol so'rab tur. Xo'p. Alo, oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi yetib oldingizmi? Mayag'ar, oyimga telefon qilding? Ha, qildim. Yana qil. Hozir. Oyimga telefon qilib qo'y. Qilyapman. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Oyimga telefon qil, hol-ahvolni so'rab qo'y. Men ketdim. Asosiy ishim oyingizga telefon qilish. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Voy, o'zichi, atiga 3 kunginaga ketuvdim. Jon-jonim, qon-qonimdan to'ydirib yubordingiz, telefon qo'yib kelin. Voy, meni bunaqa dildan yaxshi ko'rishingizni bilmagan ekanman. Mayapsiz qilsin, ey. Ay, kelin, men qo'shnining kosa tovog'ini olib tushib bering. Hozir bir minut. Men bitta oyijonga telefon qilib qo'yay. Ay, kelin, men shu yerdaman. Baburga ham hol ahvolingizni so'rab qo'yavering. Ay, Hoshimjon bolam, xotiniga vasvas bo'lib qolmaganmi? Mehr-da, oyi, mehr. Mehriga o'tsin. Mana oyijon, siz yaxshi ko'radigan kartoshka salonka. Osh bo'lsin. Voy, umrginangizdan baraka toping. Keling, o'tiring siz ham, kelin. Voy, men hozir kelaman. Men ol bolam, sanam ye. Boshladi yana mana tenteging. Alo. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Qachon kelasiz? Ha, kelin. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Men yaxshiman, rahmat. Bugun uyga qaytaman, ko'rishamiz. Ha, o'zingiz ehtiyot qiling. Ay bolam, shu uyga tuzuratda domla olib kelgan. O'qitib yuboringlar shu xotiningni, ichiga jimpin kirib olgan. Ya, mehr-da, oyi, mehr. O, ana mehribon degan jin kirib olgan. Qiqildog'imga keldi-ku ham telefon qo'yib. Oxiri bloklab olaman shu xotiningni. Oh, ado qildi bu. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Короче, internetda mendan juda ham ko'p so'raysizlar. Hoshimjon aka, haqiqiy sevgilingiz kim? Chin muhabbatingizni ko'rsating deysizlar, qiziqasizlar. Men hozir sizlarga haqiqiy sevgilimni, chin muhabbatimni ko'rsatmoqchiman. Bu meni onam. Voy. Voy, men nima deyman endi? To'g'ri. Ona mo'tabar, ona aziz. Chin muhabbat, chin sevgi bu ona. Onadan boshqasi chepuxa. Xotin boru, yo'lda qalashi yotibdi-mi? Malades o'g'lim. O'g'lim erkakda. Tuqqanlarimga roziman, bolam. Achib tuqqanlarimga, cho'pil-cho'pillarimga roziman. Mayli. Bo'ldi, ol kamerani, bolam, hijolat qilma meni. Sen nima titkilab o'tiribsan? Hoshimjon aka, nega bunaqa video qo'ydingiz? Men qara, qanaqa video qilishini men sendan so'rashim kerak. Kommentariyani o'qiyapsizmi? Hamma sizni Mamina Sinochik deb yozishyapti. Xo'p, nima qilishim kerak shunda? To'g'ri. Ona mo'tabar, ona aziz, onani sevish kerak, ardoqlash kerak. Lekin siz bitta narsani tushunmayapsiz. Onaga bo'lgan sevgi, muhabbat, tuyg'u boshqa bo'ladi. Ayoliga, rafiqasiga bo'lgan muhabbat, farzandiga bo'lgan muhabbat umuman 3 xil dunyo. Yo, siz onangizni ehtiros bilan yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Ana, men onangizni sevsangiz, muhabbat bersangiz, ardoqlasangiz, mehr ko'rsatsangiz xursand bo'laman, chunki u ona. Onaga hech kim teng kela olmaydi. Hatto men ham o'rinlarini bosa olmayman. Faqat bitta narsani siz tushunmayapsiz. 3 xil tuyg'uni bir-biriga aralashtirib yormang, iltimos. Hamma ustingizdan kulib tashyapti. Samay qara, nima shu internetda men onamni gapirsam, sana g'ashing kelaveradi? Meni g'ashim kelmayapti, Hoshimjon aka. Men prosta haqiqatni gapiryapman. Tupurganim bor sana haqiqatingga, g'alechunning. Yoqmasa surda hayot onangnikiga. Onam uchun любой xotindan voz kechaman. 10 ta tug'maysanmi menga desa? Menga aql o'rgatasan, chunmi? Yo, men hozir to'g'ri gapirdimmi? Yo, noto'g'ri gapirib qo'ydimmi?